Assalomu alaykum barchaga. Tuple'lar haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Xo'sh, yana ikkinchi darsimiz. Mana shu menimcha tuple'lar haqidagi mavzuyimizni yakunlab beradi bu darsimiz. Xo'p, keling endi elementning mavjudligini tekshiramiz. Masalan, aytaylik, bizda qanaqadir bir ro'yxat bor. U ro'yxat ichida xuddi listda qilganimiz kabi ichida qaysidir element bormi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Bu imkoniyat ham borda, chunki tuple'larda ham ishlaydi. Chunki ichida hech narsani o'zgartirmayapmizmi, demak nima qilishimiz mumkin? Uni listda nimani ishlatgan bo'lsak, buni ishlatishimiz mumkin. Agar deymiz, ifni tushuntirishim shart emas, buni ancha o'rganib oldingiz. Agar kitob in a, ya'ni in nima edi? Tekshirish operatori yoki mayli, tekshirish deylik, tekshirish. Xo'p, in kal so'z orqali o'sha a degan o'zgaruvchimizni ichidagi ro'yxatimizda, ya'ni o'zgarmas ro'yxatimizda, tuple'imizda kitob degan qiymat bormi deyapmiz. Agar bor bo'lsa, mana bu qismimiz ishga tushadi. Ya'ni print kitob bor. Kitob ro'yxatda bor. Ro'yxatda bor. Xo'p, else bo'ladigan bo'lsa, ya'ni agar mana bu joyda shartimiz ishlamasa, ya'ni a degan o'zgaruvchimizni ichida, ya'ni saqlanayotgan ro'yxatimizda uni ichida kitob bo'lmaydigan bo'lsa, else print kitob ro'yxatda yo'q deb yozib qo'yamiz. Xo'p, va endi ekranga chiqaramiz. Kitob ro'yxatda bor. Chunki mana haqiqatan ham bor. Agar kitoblar deb yozib qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? Mana bizda ro'yxatda yo'q deyapti va bu joyda o'zi aytyapti, doimiy false ga teng bo'lib qoladi. Chunki buni ichida kitoblar yo'q deb turib nima qilyapti? O'zi aytib beryapti. Xo'sh. Demak, in tekshirish operatorimiz ishlar ekan. Xuddi shunday not in ham ishlaydi. Xo'sh, not inni ham bilasiz. Mana bu joyda not in deb qo'ysak, a degan o'zgaruvchimizda saqlanayotgan ro'yxatimizni ichida kitob degan, agar o'sha kitob degan qiymatimiz bo'lmasa degani hisoblanadi. Buni bilasiz. Endi ro'yxat uzunligi haqida gaplashadigan bo'lsak, tuple ro'yxatini uzunligi, ya'ni nechta elementda tashkil topganini xuddi listda qilganimiz kabi len funksiyasi bilan aniqlashimiz mumkin. Xuddiki matnda qilganimiz kabi. Masalan, aytaylik, o'zi bu turib turaversin. Faqat pastroqdan print len a, ya'ni lenzini olamiz, uzunligini olamiz. Ro'yxatimizda ichida nechta element bo'lsa. Xo'p, bu ham o'sha bir xil ekan. Endi element qo'shish. Tuple ro'yxati o'zgarmas bo'lgani uchun unga element qo'shib bo'lmaydi. U boshida nechta element bilan hosil qilingan bo'lsa, shuncha element bilan qoladi. Ammo istisno tariqasida yuqorida elementni qiymatini o'zgartirganimiz kabi, xuddi shu usulda yangi element qo'shsa bo'ladi. Ya'ni qayerda ko'rdik? Mana list operatori mavzusida ko'rgandik. Qani? Mana bu usulimizda, demak, avval a o'zgaruvchimizni nimaga aylantiramiz? Bu yerda a o'zgaruvchimiz qolib ketibdi. Mana a o'zgaruvchimizni ichida saqlanayotgan tuple'imizni listga o'giramiz. Keyin nima ish qilishimiz kerak bo'lsa, append, boshqa extend nima qiladigan bo'lsak qilib olamiz. O'zgartirish kiritadigan bo'lsak kiritib olamiz va keyin yana tuple'ga aylantirib ekranga chiqarib test qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi buni o'tgan darsda gaplashdik albatta. Va endi yana nimani? Bir elementli ro'yxat. Tuple'da bitta elementdan tashkil topgan ro'yxatni e'lon qilib ko'raylik. Nima sodir bo'ladi deb o'ylaysiz? Intriga qilaylik, qiziqarliroq bo'lishi uchun. Mana a teng kitob print a, yoki mana alt shift pastga va a ni type'ini olaylik. Type a.
va ekranga chiqaramiz. A o'zgaruvchimiz. Ko'rishingiz mumkin, tupleda bitta element bo'ladigan bo'lsa, u o'zini ma'lumot turiga qaytib qoladi. Ya'ni bu hozir string edi, xuddiki qavslar yo'qdek go'yo, chunki ichida bittagina element bor. Va u stringga qaytib qoldi. Mana string ekan, tuple emas. Qavslarda ichida turgan bo'lsa ham. Xo'sh, buni qanday qilib tuple deb qabul qildiramiz? Doim esda tuting, tupleda ichida bitta element qolayotgan bo'lsa, o'sha elementdan keyin vergul belgisini qo'yib ketishimiz shart bo'ladi. Bo'lmasam uni tuple nima qilmaydi? Tuple deb qabul qilmaydi. Mana shu tarzda. Demak, tuplening xususiyati mana shunaqa ekan. Xo'p. Endi ro'yxatlarda, ya'ni tuplelarimizni qo'shish mumkinmi? Masalan, aytaylik, xuddi nimadagi kabi list operator bilan qilganimiz kabi qo'shsak bo'ladimi? Qo'shsak bo'ladi. Mana kitob, daftar, ruchka turibdi. Adashmasam bu haqida gaplashdik biz avvalroq. Boshida. Mana tuplelarni o'zi ko'ribmiz. Faqatgina bu joyda bittasi oddiy konstruktor bilan, oddiy qavslar bilan, ikkinchisi esa tuple konstruktor bilan hosil qilingan ekan. Keling, buni ham ko'rib qo'yaylik. Ikkalasi ham konstruktorsiz bo'lsa qanaqa bo'ladi? Masalan, b teng qalam va qog'oziga. Hozir bitta xatoligimiz bor. Bu joyda tenglik belgisi yozilmadi, tez yozganimiz uchun. Va bu joyda A va B ni shunchaki qo'shib chiqarsam ham bo'ladi. Mana aytaylik, mana kitob, daftar, ruchka, qalam, qog'oz. Buni aynan S o'zgaruvchimizga biriktirib olishimiz shart emas. Shu usulda qilsak ham bo'ladi. A plus B, mana buni o'rniga esa S keladi. Va buni ishga tushiradigan bo'lsak, hali hanuz demak shu qiymatlarimiz chiqyapti. Endi count va index ishlaydimi bunda desangiz, count va index funksiyasi albatta ishlaydi. Qarang. Masalan, shuni o'zi qoladigan, tepada o'zi buni izohga olmagan ekanmiz. Xo'p, mana A o'zgaruvchimiz bor. A o'zgaruvchimizdan nima qilamiz? Mana count funksiyasini ishlatagan bo'lsak, count funksiyasi belgilangan qiymatga teng elementlar sonini aniqlaydi. Ya'ni nechta o'sha aytaylik 5 bergan bo'lsak, ichida nechta 5 bor bo'lsa, o'shancha 5 ni sonini chiqarib beradi. Sanab beradi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, indeks funksiyasi bo'lsa, belgilangan elementni indeksini aniqlaydi. Ya'ni biz necha bersak, uni nechinchi o'rinda turganligini aniqlab beradi. Faqatgina shu joyda e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa, agar shunday qiymatli elementlardan bir nechtasi bo'ladigan bo'lsa, ulardan birinchisini indeksini bizga qaytarib beradi. Demak, keling mana bu qiymatlarimizdan, matnli qiymatlarimizdan aytaylik, boshqa narsaga o'tamiz. Masalan, tog' son deymiz va aytaylik 1, 3, 5, 3 va 7. Mana shu demak tupleimizni hosil qilamiz va x imizni tenglaymiz o'sha tog' sonimizni count qilganiga ichidan 3 ni. Ya'ni mana bu tupleimiz faqatgina tog' sonlardan iborat bo'lgani uchun tog' son deb qo'ydik. O'sha tog' sonlar deylik. Tog' sonlarda ichida necha marta 3 qatnashgan bo'lsa, o'shani topib berish uchun count funksiyasidan foydalanyapmiz, ya'ni sanoq funksiyasidan. Va buni print qilamiz ekranga x ni. Va endi y ni tenglashtiramiz. O'sha tog' sonlarning ichidan aynan bizga indeksini topib bersin. Birinchi kelgan o'sha 3 elementimizni va ekranga y ni chiqarib bersin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana 3 chiqyapti, ya'ni 3
3dan 1, 2, 3 marta chiqqan ekan. Ajoyib o'xshashlik, ya'ni 3dan 3 marta. Xo'p, demak to'g'ri 1. Ya'ni birinchi 3 elementimiz qayerda uchiryapti? 0, 1. Ya'ni birinchi indeksimizda uchiryapti. Dasturchi 0 dan sanaydi degan qoida esingizdami? Xo'p, mana shu bilan nima bo'ladi? Bizni birinchi darsimiz o'zini nihoyasiga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.